Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Akalar, videoga like tugmasini bosib qo'ying. Men esa sizlarni vaqtingizni olmaslik uchun ushbu roligimizni darhol boshlayman. Demak, dastlabki texnikamiz Gazel Business 2012-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, noldan yig'ilgan, razvedkalari bor. Resurslari Gaz 53niki, chashkalari Gaz 52 mashinasiniki. Manzil Jizzax viloyati, narxi esa 150 million so'm aytilishi kamaytirib beriladi. Ikkinchi texnikamiz ham Gazel Business 2014-yilda ishlab chiqarilgan, motor sotka, 66 razvedkalar qo'yilgan, balonlar ham deyarli yangi, metan va propanda harakat qiladi. Ishga tayyor holatda, xarajat yo'q. Manzil Namangan viloyati, narxi esa 15 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta yana bir Gazel sotiladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor korobka ходовойлari ham zo'r deb ma'lumot qoldirishgan. Uzunligi 5 metr 20 cm, eni esa 2 metr 20 cm, balandligi esa 2 metr 40 cm deb ma'lumot qoldirishgan. Injektor motor, razvedkalar ham bor. Mashina ishga tayyor holatda, narxi 14 ming dollar kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Demak, navbatda yana bir Gazel avtomashinamiz sotiladi. Ushbu texnikamiz ham 2014-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r, motor korobka ходовойлari ham yaxshi, mashina ishga tayyor, hech qanday kamchiligi yo'q, hujjatlar ham joyida deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, narxi 11.500 dollar aytilish narxi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa Isuzu avtomashinamiz 2011-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 756 ming kilometr, holati esa zo'r, ishga tayyor deyishmoqda. Rasxodlari yo'q, kabinasi top-toza, kraskalari, balonlar 80%, yoqilg'i turi esa metan. Narxi 23 ming dollar aytilish narxi kamaytirib beriladi. Manzil esa Farg'ona viloyati deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, holati zo'r holatda, probegi 324 ming kilometr deyishyapti. Balonlari 60% atrofida, kraskalari top-toza, narxi 26.500 dollar aytilish narxi kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan, probegi 750 ming kilometr, kuzovni kubasi esa 28 kubalik, tentlik, tepasi va yon tomonlari ochiladi, holati yaxshi, 5 tonnagacha yuk oladi. Yoqilg'i turi esa metan gaz, narxi esa 26 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir Isuzu avtomashinamiz 2013-yilda ishlab chiqarilgan, probeg 931 ming kilometr, holati yaxshi, ishlab turgan texnika, xarajati yo'q. Manzil Namangan viloyatida, narxi 27 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Ushbu texnikani esa ishonchli inson bo'lsa, variant yoki nasiyaga ham beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa yana bir Gazel avtomashinamiz sotiladi. 2009-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, motor korobkalari ham zo'r, ishlab turgan texnika. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi 15 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Qashqadaryo viloyati. Navbatda esa Gazel Neft sotiladi. 2014-yilda ishlab chiqarilgan, probegi esa 140 ming kilometr, motor korobka ходовойлari zo'r holatda, mashinani barcha joylari full holatda, kapitan remont qilingan. O'zimiz uchun tayyorlagan edik, ammo pul zarur bo'lib sotishga qaror qildik deyishyapti. Narxi 18 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatdagi avtomashinamiz esa 2018-yilda ishlab chiqarilgan, probegi esa 108 ming deyishyapti. Holati yaxshi, 6 ta balon va akkumulyatorlari yangi. Ishga tayyor holatda, hujjatlar ham joyida, faqat naqd pulga sotiladi. Narxi 16 ming dollar kamaytirib beriladi. Manzil esa Andijon viloyatida deb ma'lumot qoldirishgan. Kamaz ishqibozlar uchun esa navbatda Euro Kamaz sotiladi. Ishlab chiqarilgan yilini yozib yuborishmagan, lekin probegini yozib yuborishgan. 57 ming kilometr masofani bosib o'tgan, motor hali ochilmagan, balonlar 90% atrofida. Mashina ishga tayyor, xarajat yo'q, hujjatlar joyida. Narxi 34 ming dollar kamaytirib beriladi. Manzil esa Samarqand viloyati. Navbatda esa yana bir Euro Kamaz sotiladi. 2019-yilda ishlab chiqarilgan, probegi esa 300 ming kilometr deyishyapti. Holati zo'r holatda, gazli motorlar qo'yilgan, mashinani hamma yog'iga 100% kafolat beriladi, hamma joyi zo'r holatda deyishyapti. Magnitofonlarni ham qimmatidan qo'yilgan. Manzil Surxondaryo viloyati, narxi esa 45 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Zil ishqibozlar uchun esa navbatda Zil 130 texnikamiz sotiladi. 1991-yilda ishlab chiqarilgan, holati a'lo darajada, yoqilg'i turi esa benzin va gazda harakat qiladi deb ma'lumot qoldirishgan. Motor Ural motordan, balon va diskalar 100% yangi, narxi esa 12 ming dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir samosval Zil sotiladi. 1993-yilda ishlab chiqarilgan, holati yaxshi holatda, balonlar 80-90% atrofida, motorlar yaqinda remont qilingan, mashina yurib turgan, mashina ishga tayyor. Narxi 8800 dollar aytilishi kamaytirib beriladi. Manzil esa Namangan viloyatida ma'lumot qoldirishgan.
Navbatda esa gazovoz texnikamiz sotiladi. 1990-yil ishlab chiqarilgan. Mashinaning hujjatlar ham joyida, holati ham o'rta holatda, ishlab turgan texnika, xarajat yo'q, motor, korobka, hadovoylar ham yaxshi deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Andijon viloyati, narxi esa 150 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatini kutib turgan texnikamiz ham ZIL 130 markadagi avtomashinamiz 1991-yil ishlab chiqarilgan. Mashinaning hamma joyi yaxshi, ishga tayyor holatda, hujjatlar ham joyida, hujjatlarda hech qanday muammolar yo'q deyapti. Mashinaning o'zi ham ishga tayyor holatda, xarajat yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Surxondaryo viloyati, narxi esa 130 million so'm aytilishi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Demak, navbatda yana bir ZIL 130 markadagi ushbu avtomashinamiz ham albatta sotiladi. 1991-yil ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, rama 2 suluvlik, motor Ural motordan, balonlar ham yaxshi, dokumentlarda ham muammo yo'q, hujjatlari joyida deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil Surxondaryo viloyati, narxi esa 150 million so'm aytilish narxi, kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Keyingi texnikamiz esa ZIL 131 markadagi avtomashinamiz 1992-yil ishlab chiqarilgan, holati o'rta holatda, balonlar ham yaxshi holatda, ishga tayyor ishlab turgan texnika deyishmoqda. Narxi 90 million so'm aytilishi, albatta kamaytirib beriladi. Manzil esa Buxoro viloyatida ma'lumot qoldirishgan. Navbatda yana bir ZIL sotiladi. 1990-yil ishlab chiqarilgan, holati o'rta holatda, mashina ishlab turgan texnika, xarajat yo'q. Faqat shu kosmetika tomonlarga bir qator qarash kerak xolos, boshqa xarajat yo'q deb ma'lumot qoldirishgan. Narxi $5000 aytilishi, kamaytirib beriladi. Manzil esa Toshkent viloyatida ma'lumot qoldirishgan.